Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, dindoshlar, charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Mana biz Toshkentdamiz. Toshkentda Starda taksida ishlayapmiz. Sizlarga ma'lumot o'rnida aytib qo'ymoqchi edim. Bugun 24-noyabr 2025. Kelganimizga mana Toshkentga kelganimizga 3-kun. Sizlarga rezultatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Mashina Spark. Hop, 3 kunlik rezultat ko'rsataman sizlarga, xudo xolasa. Shunga qarab keyin mashinamiz arendada. Arendani ham hali aytib o'taman, xudo xolasa. Hatto oldin aytib qo'ya qolaman, 250 ming so'm sutkasiga. Faqat gaz quyib, mo'yka qilib minasiz faqat. Va shundan oshirib qancha topyapman, shularni men sizlarga ko'rsataman. Ne stoyit. Faqat sizlardan like, поддержка, подписка bo'lsa. Qilib yordam bo'rsanglar inshaalloh. Balkim yaxshi bo'lar, inshaalloh. Manfaatli bo'lgan bo'lsa albatta. Hammalarga assalomu alaykum. Kuninglar xayrli bo'lsin. Bugun dushanba. Shanba kundan boshlaganmiz ishni. Sog' bo'lasizlar, ko'rsatamiz hali. Mana bir kasa qo'y go'shtida mana ichdik. Bulyonni ichdik. Kalla pochani yedik. 130 mingga tushdi. Qani ketdik. Non, yarimta. 35 ming. Mayda yo'q. Yo'q. Mana. Rahmat. Sog' bo'ling. Ovqat bozor fonni mana. Orasiga shunaqa gaplar bizga obed где-то 35 ming plus platniy parkovkadamiz. Mashina hisobiga. Norin ovqat bozori. Kelsangiz lekin mazza qilasiz. Men ham birinchi marta bu yerlarda. Ana kalla pocha bunday qishga rosa zo'r taom, bunday kallagan rosa kallaganli ovqatlar. O'zim hatto spesialniy 4-8-4-7 kilometrdan keldim bu yoqqa. Shunga hammalarga maslahat berib qo'ygan bo'lardim. Kelib albatta ko'ringlar, rosa mazali ovqatlar, har xil xohlagan taomingizdan bor. Sifatsiz video uchun men bor uzr so'rayman. Hammalardan Chorsu. Chorsu bozori. Xo'p, endi ishga qaytamiz endi. Soat 15dan 12 daqiqa ketyapti. Ozgina shu fursatdan foydalanib o'zim maslahatlarimni bermoqchi edim. Taksida ishlayman desiz,
shunaqa vaqt qizg'onasiz. O'zi aslida mana soat 8:30 turganman. Allohga shukr, ozgina choydek ozgina zavtrak qilib ishni boshladim. Mana ishdan vaqt qizg'onib dembollar arendalik uchun 3 bo'pti soat. 3:12 minut o'tdi. Shuncha vaqtingiz. Vaqtida ovqatlana olmaysiz. Shlagbaumni yoqib qo'yadi işte. Shunaqa endi ishlaydigan Yandexda ishlaydigan telefonim ham shu videoga oladiganim ham shuning uchun sizlarga video kачественный video qilib bera olmayapman. Çarşı bozor yo'llari. Birinchi marta kelishim emas. Oldin ham kelib shunaqa nima qilganman, lekin kirmagandim. Lekin realniy bugun mana ichiga kirib qildim. Avtomobilimizni qo'ydik ekan. O yoqqa qo'yish kerak. Ha, temaga qaytaradigan bo'lsak, taksichilikda yaxshi maza qilasiz, bu yoqni ko'rasiz. Naqd pul ushlaysiz, issiq o'rningiz. Plyus taraflari yeb ichishingiz yaxshi. Mana xohlagan yeringizga borasiz, manaqa Chorsuga deysizmi, boshqaga deysizmi borasiz. Agar Toshkentda bo'lsangiz, xohlagan ovqatingizni yeysiz, xohlamaganingizni yemaysiz. Maqsad gap qisqa qiladigan bo'lsam, shunaqa plyus tomonlari bor. Minus tomonlari shu o'ta charchaysiz-da. Charchatadi. Aslida baranga bu odam bu yoqqa aylantirib yuraverish kerak. Tinmash kerak. Mana men keldim. Rezultatni o'zingizlarga ko'rsataman. Bu videoda o'rtasiga qo'yaman, oxiriga qo'yaman, qaytida ko'rsataman. Shu agar iloji bo'lsa arendaga olmanglar. Men maksimalni harakat qilib minimalni расход qilib maksimalni dahod qilishga harakat qilyapman men 3-chi kun. Shu ozroq ishlatish, расходimni ozroq qilishga harakat qilyapman. Yana shunaqa agar o'zingizlarni mashinalarda kelsanglar 500 ming so'm spokойно 10 soatlarda ishlasa bo'ladi. Bugun dushanba, endi plan chiqdi, gaz puli chiqdi. Hali gaz puliga ham ozgina bor yana. Mashinani ham rosa uzoqqa qo'ygan ekanman. Mana. Endi ozgina hapovimizlar jinday uyalish ham bor, odamlardan video qilayotganimga. Hozir ichki tuyg'ular endi shunaqa. Qayerdan ko'rasizlar? Shu prosta o'sha yoqlardan kelib sarson bo'lib qolmanglar. Iloji boricha yordam beramiz. Agar kelib ishlamoqchi bo'lganlarga yo'l yorug'ini aytamiz. Telefon orqali hatto borib tushuntira olmasak ham telefon orqali tushuntiramiz. Bizdan sizlarga yordamda, prosta kelganimiz ham shunaqa bo'lganmizda, boshda bilmaganmiz, telefon
bunaqa qayerdan nima olamiz, qayerdan nima olamiz, nimani qayerga nima qilamiz, kvartira yoki hostel yo bir narsa degandek shunaqalarni bir bilmagan odam bor, umuman kelmagan lekin kelmoqchi bo'lib yurgan odamlar bor. Ha. Parkovkaga keldik. Haydashib yuboraymi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p bo'ladi. Ha. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ana. Duolar. Yaxshimi? Mana deysiz. Toppa to'g'ri, ota-oma duo deydi. Bismillah. Qo'lingizda harakat qilmay qo'yavering. Yo'q, yur. Kamasa bo'lmaydi. Degan savob ishlaydi Alloh dargohidan. Bo'ldi. Murizobis, oilalarlaringiz, opa-singil aka do'stlaringiz. Amin. Ishlaydi o'ngidagi hamisha safarlar yo'l bexatar. Bolalar bormi? Bor, alhamdulillah. Iloho duolaringiz rohatini ko'ring. Oilaviy qizlaringiz baxtli, taqdir bo'lsin. Amin. Umringiz faqat oilaviy ota-onalar, butun qarindosh tanish bilish oilangiz. Umringiz faqat shirinlik, xursandchilik bilan, Yurtdoshlarimiz. ilohim bordi keldi bilan. O'sha yo'ldoshlar hammamiz birimizga mehr-oqibat Alloh. Sizlarga o'xshagan insonlar ko'payib. Allohu akbar. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Shunaqa gaplar. Men o'zim shaxsan Andijondanman. Andijon viloyati Asaka tumanidanman. Kimlarni tanish bilishlar ham ko'rar. Arendaga mashina olib, bu yerga kelib arendaga olib, bu yerda mashinasi bilan mana bizni toychoq. Arendaga mashina olib haydashni maslahat bermayman mana sizlarga. Chorsuv. Bismillah. Qani. Voy. Men bor o'zi video cho'zilib ketdi ozgina. O'yin qabul qiladimi hali. Xullas o'sha odam o'zingizlarning mashinalar bo'lsa, mashinaga kelinglar. Yaxshi ishlash. Oyiga bemalol 12 million. 10 million bemalol maza qilib, o'ynab, kulib ishlaysiz, xudo xolasa. Ishlayman desiz. Shunaqa. Agar bu yoqqa kelib arendaga olaman desiz, ozgina qiyinchiligi bor. Ko'proq ishlashga to'g'ri keladi. Menga o'sha mana 14 soatlar, 15 soat bo'lmadi-yu, lekin pashti bo'ldi desa ham bo'ladi. 15 soatlab ishlashga to'g'ri keladi. O'zingizga qoldirish uchun. To'g'risini aytaman, mana 2 kun mana shu mashinada yotib kun kechirdim. Aytdim-ku, maksimalniy dohodga chiqish uchun minimalni ishlatib, minimalni tejab, maksimalni tejab, maksimalni nimaga qilmoqchiman. Qancha bo'ladi, nima bo'ladi, shunga qarab men o'zimga bir shena qilmoqchiman. Tanda arendaga o'shalarda, mumkin vodiylarda va vohalarda mumkin arendasi arzondir. Mashinani, keyin mashinalar bu yerda sal charchab qolgan mashinalarni ham qimmatroq olasiz. Shunaqa. Keyin hali Xudoga shukr radar kelmadi. Mana bugun 3-kun. Kelmasin ham iloyim. Iloji boricha harakat qilib yuribmiz. Yerda parkovka platni ekan, bir 20 minutda 5000, 40 minut 7000, 1 soat 8000 shunaqa ekan. Hali 1 soat bo'lmadi kirganimizga. Xullas, omon bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, rezultatni kutinglar. Mana xudosi o'tkazib yubormasin, ko'rsanglar, rezultatni ko'rsataman. Hammanglarga rahmat. Vaqtinglarni, qimmatli vaqtinglarni ayamasdan ajratib ko'rganinglarga iloji boricha podpiska qilib, like bosib, poddesh qilib tursanglar. Qanaqa manfaatli, sizlarga kerakli emas. Biz Toshkent, masalan, men Toshkentdaman. Biz deganimiz akam bor-da, Farg'onalik. Nima masalan sizlarga video qiziq, shuni aytsanglar, qilishga harakat qilaman, xudo xolasa. Keyin nima mendan Toshkentda turibman, mana sizlar u yoqdasizlar. Nima yordam, qayerda nimani bilmoqchisizlar? Shuni qo'ldan kelgancha, iloji boricha harakat qilib yordam berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hammanglar sog' bo'linglar.